Sulaymon alayhissalom davrida yaxshilab eshitinglar. Bir qush kelib suv ichsa, uyda egasi tosh bilanmi urib qanotini sindirib qo'yibdi, ko'zini chiqarib qo'yibdi. Sulaymon alayhissalom bilasizlar, hayvonlarning ham podshosi bo'lgan. Podsholik o'sha hammaga bo'lgan. De mahkamaga chiqishadi, sudga beradi mahkamaga. Desa, mana qanotini sindirib qo'ydi, ko'zimni chiqarib qo'ydi, qarang deydi. Desa, mahkamaga chiqaradi-da, "Sen ham qush eding-ku, pirrat uchib ketsang bo'lardi-ku. Nima qilarding sen? Kelib qanotini sindirgancha ne poylab o'tiribsan?" desa, "Men buni deydi, hojaka deb uyga qonuvdim, marhamatli deb o'ylovdim" deydi. Desa, "Bo'ldi, buni ham qanotini sindirib, qo'lini sindirib, ko'zini chiqaramiz." "Yo'q, deydi. Qushni olijanan marhamatligini qarang. Buni boshday sallasi bilan soqolini tashlanglar, boshqalar ham menga o'xshab aldanmasin" degan ekan. Azizlarim, bu Mirjalol kulyapti hadisi. Что ж вы такие хадисы не рассказываете? Почему я читаю, а вы нет? Men 2-3 yil bo'ldi hadis o'qib o'tirib olganimga. Men hayronman, nimaga bu hadislar tarqamayapti? Mana bu soqol, mana bu ro'mol, ni о чем еще не говорит. Поэтому ro'molga urg'u bermanglar. Amallaringizga urg'u beringlar, odoblaringizga, iymonga urg'u beringlar. Meni yomon ko'rib olishdi, lekin menga nima yomon ko'rasizlar dedim. Hadis, kitob yomon ko'ringlar, mana men dedim. Sallallohu alayhi vasallam Rasulullohga qul bilan yetsa yomon ko'ringlar dedim. Hadis